Allo Suzamin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom mening azizlarim. Hozir men dalaga chiqdim. Buni qarang. Разве ж это не красота? Это еще какая красота? Это такая красота. Смотрите. Tabiatning go'zalligini qarang, Tuti. Uni qarang. Germaniyani ob-havosi, mentaliteti, odamlari, g'iybat yo'q, tinch, pokiza, osoyishta, birovning ishi yo'q. Unday joy ham bo'lar ekanda. G'iybat yo'q, самое главное. Вообще ishi yo'q siz bilan hech kimda. Это так классно. Men o'zbekman, O'zbekistonda tug'ilib o'sganman. O'zimning yurtimni juda yaxshi ko'raman, lekin Germaniyaga kelib, ya влюбилась, ya hayron qoldim. To'g'ri, ovqati bizga o'xshab osh, yog'li manaqa narsalarni yemaydi, nonlarni shapillatib. Lekin boshqa plyus taraflari bor. Ovqatda emas, kubaxt. Счастье же не в еде, правильно? Ozgina og'riqlisizlar, buni bu yonboshlaringizdagi jirlaringiz ozroq ketadi. Yana ovqat yeb boshlab, yana achchig'imdan non yeb boshlab, robinga o'chakishib, yana semirib boshladim bir faslda. Zачем? O'chakishib. Поэтому non yig'ishtiraman, o'burch aylantirib boshladim. Xullas, hozir ozish haqida emas, Germaniyaning qanchalik go'zalligidan, ob-havosining tozaligidan, tabiatning go'zalligidan men hayratdaman. Haqiqatan ham chiroyli shahar. Hamma narsa me'yorida. Issiq bo'lishi ham me'yorida, salqinligi ham me'yorida. Xullas, menga nravится Germaniya. Nasib bo'lsa, meni kanalimni qo'llab-quvvatsalaringiz, millionta bo'lsak, men o'zimni firmamni ochib, hamma o'zbeklarimizni xudo xolasa tilni o'rganib, ishni o'rganib, ishga chaqirish firmasini ochmoqchiman. Bu sizlarga bog'liq. Iltimos, meni kanalni rivojlantirishga yordam bering. Manipulyatsiya bo'lyapti-ya. Manipulyatsiya чистой воды. Siz menga yordam berasizlar, men esa sizga yordam beraman. Okay? Kelishdikmi? Kelishdik. Bugun prямой efir bo'ladi 1 soatdan keyin O'zbekiston vaqti bilan soat 11:12 примерно. Ko'rishguncha, tschüss. Bis bald.